Короче, erimni o'ynashlari ko'p qizlar bilan yuradi. Shuni bir isbotlab zapal qilishim kerak. U tan olmayapti. Necha marta qizlar bilan yozishganini ko'rganman. Qani isbotlatyapti. Shuning uchun menga shunaqa moslama bering. Zarting yo'q deydigan qizlarimizga men sizlarga juda ham zo'r moslama topib keldim. Nimaga desanglar, bu moslamamizni necha yildan buyon ayollarimizga xizmat qilyapti. Endi men sizlarga farqini tushuntiraman. Sizlar mendan kamera olishim kerak, u qilishim kerak, bu qilishim kerak demanglar-da. Men aytgan narsani olinglar. Mana bu narsamizni GPS deyiladi. GPS proslушка deyiladi. Buni ichiga sim karta tushadi. Kattaligi mana shunaqa bo'ladi. Mana Google qutisiga o'xshab ketadi. Bu magnitga yopishadi. Bemalol mashinaga qo'ysanglar bo'ladi. Lokatsiyasini aniqlaydi. Joyida lokatsiyasini ko'rib turasizlar. Keyin telefon qilsanglar, buni ichidagi sim kartaga onlayn o'sha joyda ovozini eshitasizlar. Endi buni narxi qancha deydigan bo'lsanglar, buni narxi 850 ming so'm. Bu chetda bu kichkina diktafon, misol uchun bemalol kiyimchilarini yonboshlariga yoki bo'lmasa mashinalarga qo'yib qo'ysanglar yoki shunaqa zapis yozadi. Bu faqat zapis yozadi. Buni zaryadi 1 kunga yetadi. O'zini xotirasiga saqlanib qiladi. Sizlar olib, keyin naushnikda eshitsanglar bo'ladi. Buni zaryadi esa 1 haftaga yetadi, 7 kunga yetadi. Buni narxi 650 ming so'm, buni narxi 850 ming so'm. Ikkalasini farqini tushunib oldinglar. Bu lokatsiya ko'rsatadi, onlayn ovoz eshitasizlar. Bu esa faqatgina ovoz zapis qiladi, olib naushnikda keyin eshitasizlar. Buni onlayn funksiyasi yo'q. Demak, shunaqa apparat bilan birinchi eringlarni sinab olaylik, keyin уже kamera narsalarni keyingi etapda hal qilsanglar bo'ladi. Что доставка xizmatimiz bor, qizlar joyli shoshilib qo'yinglar. Buni обязательно olishingiz shart. Olmasanglar bo'lmaydi.